Bu eng katta ishni ildizi bo'ladi. Mana shu odamlarni qilayotgan harakatlari uchun ham boringlarga shukr amaki. Mana shu ba'zi payt bizni ko'zimizga kichkina ko'radigan odamlar kichkina ish qilyapti deb o'ylaymiz. Aslida bu eng katta ishni ildizi bo'ladi. Mana shu odamlarga minnatdorchilik qilish kerak. Har xil odamlarga pul bermasdan mana shu odamlarga pul berish kerak. Mana shu odamlarga sovg'a salom berish kerak. O'sha berilgan pulni bir dori darmoniga ishlatadi, ro'zg'orga ishlatadi. Lekin aynan bizni ko'zimizga kichkina ko'radigan odamlar katta ishlarni qilyaptilar. Qandaysiz amaki? Ishlar ketyaptimi? Charchamayapsizlarmi? Men mana shu har kun chelizdan ko'chaga chiqib, odamlarni xursand qilib yuraman. Sizlar qilayotgan ish kichkina ko'rinishi mumkin, lekin katta ishlarni ildizda ana shu sizlar turibsizlarda aslida. Hozir mana yer magazinga keldim. Fursati bo'lganda sizlarga bir bozorlik qilib berardim. Mana unday qilaymi, shoshmang. Mana shu pulni olib qo'yasiz, o'zingiz bozorlik qilasiz. Xo'pmi? Qilasizmi? Aka, qilayotgan mehnatingiz uchun rahmat. Xo'p, brat, qilayotgan mehnatingiz uchun rahmat. Sizlar maladessizlar. Katta rahmat. Charchamanglar.